Bo'stonliq ot bozori 2-qism 7-dekabr 2025-yil. Platinada savdo avjida. Sotgan va olganga ham Alloh baraka bersin. Bilasizmi? Bozorga yaxshi otlarni olib chiqmaydi. Yaxshi ot uydan, daladan, tog' toshlardan olib ketiladi deganlar uchun hozir qish mavsumi. Bedalar, arpa, yerlardagi hamma o't-o'lanlar endi yo'q desak ham bo'ladi. Shuning uchun har yili qishki mavsumda dehqonlar yaxshi otlarni ham olib chiqib sotishadi. Chunki narigi yilga to'ylari уже katta bo'lib qoladi. Otning zo'r bo'lishiga boquvchiga ham, minuvchiga ham, tarbiyalovchiga ham bog'liq. Endi aytingchi, ot zo'r boqilsa-yu, yaxshi tarbiyalanmasa, yaxshi minilmasa, zo'r ot bo'lishi mumkinmi?